Qadan kosmetikalarim keldi, nimalar kelganini video oxirida aytaman. Kun nonushta bilan boshlandi, issiq kruassan va kapuchino hidi kayfiyatimni ko'taradi. Xullas ko'chaga chiqdim, ba'zi kremlarni test qilib ko'rdim, qornim ochib qoldi, turk kafesiga kirib, lahmajun bilan sho'rva ichdim. Keyin supermarketdan bozor qildim, uyga qaytib kelib, bola tarbiyasi haqida kitob o'qidim. Bir pasda kech bo'ldi, bolamni shoshib bog'chadan olishga keldim. Germaniya bog'chalarida ota-ona 5 minutdan 15 minutgacha kechiksa 80 euro shtraf to'lash kerak. O'tgan yili 2 marta shunaqa jarimaga tushganmiz. Germaniya bog'chalari katta xolamni uyi emas. Bu yerda qat'iy qoidalar bor. Havo qanday bo'lmasin, yomg'irmi, qormi, issiqmi, 1-2 soat bola tashqariga chiqib aylanishi, o'ynashi majburiy. Yomg'irda rezinka etiklar, suv o'tkazmaydigan shim, kurtka doim bog'chada turishi kerak. Chunki Germaniyada yomg'ir juda ko'p yog'adi. Bola qattiq isitmalasa yoki ichi ketsa, tarbiyachilar dori berishga haqqi yo'q. Faqat ota-onaga xabar qilish kerak. Ular bolaga dori beradi va olib ketadi. Bog'chaga uydan yegulik olib kelish mumkin emas. Sanitariya, allergiya xavfi tufayli. Biz bergan bog'chada glutensiz, laktozasiz, vegan taomlar menyulari bor. Keyin bog'chada cho'chqa go'shti umuman berilmaydi. Tug'ilgan kunda faqat shakarsiz muffin, shakarsiz olma sharbati olib kelish mumkin. Yana bolani ota-onasi hamma guruhdagi bolalarga sovg'a beradi, boshqa bolalar o'ksimasligi uchun. Yaqinda o'g'limni tug'ilgan kuni nima sovg'alar tayyorlashimni ko'rsataman. Bog'chada bolalarni video va rasmga olish mumkin emas. Agar farzandingizga yomon muomalada bo'lsangiz, kamsiz, ursiz, tarbiyachilar ustingizdan Jugendamt degan bolalarni himoya qilish tashkilotiga shikoyat qilishga haqqi bor. Agar bola injiq bo'lsa yoki uxlamasa, yig'loqi bo'lsa, boshqa bolalarni tishlasa, katta ehtimol bilan bolani bog'chadan chetlatadi. Xullas, bog'cha atalmish oliy dargohning qonun qoidalari bor. Mana endi qizlar, korobkani ochamiz. Tarixi 25 yillik yubiley munosabati bilan bir kunlik katta skidka bo'ldi. Tonal krem, konsiler, tush, balzam pomada, rumyana, hatto kosmetichkasi hammasini 3 baravar arzon narxga oldim. Odatda bunday skidkalarda yo endi zakaz qilaman deganingda kech qoldingiz yoki hammasi tugadi degan xabarlar keladi. Xullas unchalik ishonmasdan faqat bitta set zakaz qildim. Ochig'i keladimi yo'qmi deb biroz shubhalandim. Ammo zakazlarim 1 oy deganda yetib keldi. Korobkani ochgandagi xursandchilikni tasavvur qilish qiyin. Kosmetichka yumshoq, sifatli, rumyana rangi sochniy, balzamlari va tenlarni bilmagan odam kam bo'lsa kerak. Yana 1-2 set olgan bo'lardim, afsuslanib qoldim. Lekin keyingi skidkani kutamiz. Aytgancha kunim kosmetikalarni sinab ko'rish bilan o'tdi. Ovqatim nima bo'ldi, qanday uxladim, bu sizlarga unchalik qiziqmas deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.